do'stlar, o'qishdan oldin kommentlarni o'qib chiqaman, bilasizlar. Hozir bugun ataylab meni edit qilayotganlarni kommentini o'qib chiqdim. Juda ko'p prosmotr yig'gan editlar borgan, Shortsda, YouTube'da, Reels'da. Qarshi odamlar 2-3 ta endi boshqa avtordagi odamlar endi hali bizani kurgini yoki bizani temani tushunmaydigan odamlar yozgan. Ha bu uyushtirgan-ku, ekan o'zim videoni komment etaman. Aka bu uyushtirgan ekan-ku, voy, men sizga ishonibman nimadir. Birinchidan videoni bosh disclaimer o'qiylik YouTube videoda. O'tda aytilganki, videodagi hamma narsa sizlarni qiziqarli vaqt o'tkazishi uchun va buni xuddi yangi format bu. Ya'ni hozir boshda sal hate bo'lishi yoki norm, ya'ni hate yo'qmanda pashti. Ya'ni 1% ham hate yo'q. Просто 10 ming komment ikkitasi bo'lib qolsa, shunaqa ijobiy ketaverman, işte bu shunaqa tushunchada qolgan ham ketmasligi uchun. Ya'ni bu yangi format va buni как kinodek qabul qilinglar. O'tdagi hammasi bu obraz. Tipa haqiqatda mana qotillik yo'qolmaydi hech qachon. Chunki biz yaxshilarda va ana endi bo'lmasam keyingi masala Darknet yangi qism va yana qolgan masalalar bo'yicha Darknet hamma talablarni bir kunda uzdirib tashadi. 101 ming like va 20 yangi obunachi. Bilet 101 ming like 3 soatdan 4 soatda yig'dik. YouTube'da uzun videoda bilmayman. Nafaqat men boshqada balkim o'zimda yoki vashita uncha rus youtuberlarda, men kuzatgan youtuberlarda bunaqa bo'lmayapti. Lekin hozir bizda shu natija, shunga hayronman. Bilet taqdir aylanib qarab kelib qolishiga. Endi hozir davomi chiqadi, libomi chiqadi. Faqatgina hozir ham sirji tayyorgarlik va yana 2-3 ta hozir shartnomalarimiz bor, ya'ni yangi proyektlar. Xudo xolasa yangi kompyuter va yana texnikalar rivojlantiramiz. O'shalar bo'yicha yugurum bor, shu uchun ham Darknet syomkasiga so'z qo'yamiz. Lekin hamma narsasi tayyor bo'lib turibdi. Просто syomka qilsak bo'ldi. Kutib kelib olmay, aksiya beraveringlar. Просто biling.